To'yimga 8 oy bo'ldi, lekin haliyam qiz bolaman deb gap boshladilar bir obunachim. Rovna 1 yil oldin erim bilan sovchi orqali tanishdik. Istixora namozini o'qib, yaxshilik belgisini ko'rdim. Oyim erimni boshida yoqtirmaganlar. Sababi yoshlari katta bo'lgani uchun oyimga juda ham xunuk ko'ringanlar. Allohning izni bilan avgust oyida to'yimiz bo'ldi. Lekin haliyam qiz bolaman. To'ydan keyin birinchi marta qizlik uyimga kelganimda buvim menga g'alati qarab, yuzingdan haliyam qiz bolalik ketmagan dedilar. Keyin majbur bo'ldim hali hech nima bo'lmagan deb aytishga. 2 oydan keyin buvim qaynonam bilan gaplashdilar. Hech kim yo'q payti o'zligi alohida. Qaynonam esa hatto bizdan yengillik kutayotgan ekan. Qaynonam bu narsani bilganidan keyin tezda harakatga tushib ketdi. Erimni doktorlarga olib bordi. Varikoseli bor ekan, uni operatsiya qilib oldirib tashladi. Erim 2 kurs lecheniya oldilar, lekin baribir o'xshamadi. Kelin bo'lib tushgan oilam yaxshi, hammaligini yaxshi ko'raman. Lekin aynan shu nozik sabab tufayli buvim ajrasha qol vaqtini o'tkazmagin deyaptilar. O'zimni onam esa bu haqida hali bilmaydilar. Bilsalar yaxshi ish bo'lmaydi. To'yimizga 8 oy bo'ldi. Haliyam qiz bolaman. Ajrashib ketishni esa xato deb o'ylayapman. Manikiga o'xshagan holat sizni auditoriyangizda bo'lmaganmikin? Agar bo'lgan bo'lsa, yechimini topishganmi? Menga ham maslahat berishsan deb sizlardan maslahat so'radilar. Men bu narsaga bir nima deya olmayman. Qolgan gapni esa sizlarga qoldirdim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bunaqa vaziyatda nima qilishlari kerak? Sizlarning fikringlar ular uchun juda ham muhim. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizga shunaqa videolar qiziq bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ying.